obunachilarimiz uchun ajoyib sovg'a tayyorlaymiz, xudo xohlasa. Bizga bunda katta yordam beradigan Jizzaxda Tuning Town asoschisi do'stimiz Baxtiyor Jo'ramizni oldiga kelganmiz. Keling do'stim, mashinaga 100 ming dollarlik atmosferani berish uchun nima xizmatlar qilganingizni birgalashib shu bizning obunachilarimizga taqdim qilishimiz kerak. Xo'p, Ilyor do'stim, mana bu mashinani ko'rib turibsiz. Sizga yoqdimi qilgan ishlarimiz birinchi navbatda? Addushi yo'qdi. Gap Xullas, bo'lishi mumkin emas. to'liqligicha polirovka, keramika qilindi bu mashinani. Turishini qaranglar, bitta yaltirab. Uni bir deganda bilindi u. Bir deganda birinchi ko'zga tashlanayotgan joyi shu bo'ldi. Ha. Keyin mana bu chastlarga e'tibor beringlar. Tubdan o'zgartirib yubordi. Oddiy bitta detal ham mana shu narsani qoraytirganmiz juda ham chiroyli Kuk edi, qilib mana bunaqa mashinani. svet edi bu. Ha, kuk edi o'zi. qilishdi. Ha. Qora qilindi. Undan tashqari to'liq aylanasiga tayyorlab ishlarni qarang. Yana bitta juda ham yoqqan joyi bor, keling bitta shu joyini olib qo'ymasak bo'lmaydi. Mashinamiz kitayskiy mashina, yashirmaymiz. Hozir oldindan aytib qo'yamiz. Kitayskiy mashina edi. Mana bu spoilerlarni qo'yganlardan keyin yana bitta aytmasam ham bir ish qilibsiz. Bu yerda kitayskiy emblemalari, yozuvlari bor edi. Mana shu olingandan keyin orqa fondan 100 ming dollarlik atmosferani beradigan mashinaga aylandi. O'zlaring bitta like bosib, kommentariyada fikrlaringni qoldirasizlar. Yana nima o'zgarishlar qilsak bo'ladi, hozirgi holati necha pullik turibdi va shu mashinani qanaqa qilib biz klientlarimizga beraylik.